Hammaga salom, sizlar bilan Yuzbek va bugun biza sizlar bilan Robloxda nima necha pul turishini bilib olamiz. Va eee, necha Robuxdan qancha Robuxgacha nima qancha turishini hammasini bilib ketasizlar bu videodan keyin. Birinchi eng arzonidan boshlaymiz. Bu kiyim. Eng asosiy va eng arzoni. Hayron qolgan bo'lsanglar kerak. Nimaga eng arzoni? Kiyim-ku asosiy qismlardan biri. Ammo yo'q, Robloxda hamma pachka kiyimlar 5 Robux atrofida turadi. Ya'ni 5 Robuxinglar bo'lsa, bemalol mana bunday sizlarga forma olishingiz mumkin. Forma, kiyim, kostyum, sportivka, любой xohlagan narsalarni poiskda yoki просто rekomendatsiyada ko'rib olishingiz mumkin. Mashina katta tomoni, masalan, siz futbolga qiziqsangiz, futbolni yoqtirgan klubingiz bo'lsa, demak sizni omadingiz kelibdi, chunki Robloxda futbolni klublar alohida stili, alohida zo'r tomonlari juda ko'p. Keyingisi bizada mana bunday boshlar 36 Robux atrofida turadi. Har xil boshlar topishinglar bo'ladi. Bunaqa bosh, Spider-Man, anime, har xil narsalar ko'plari 36 Robux atrofida turadi. 36 Robuxinglar bo'lsa atrofida sizlar o'zingizga bosh olishinglar mumkin. Keyingi narsamiz bu aksessuarlar. Ya'ni mana bunday qilich yoki mana bunday qo'lga narsa chami yoki mana bunday yana qilich yoki mana bunday kostyum. Bular hammasi taxminan 100 Robux atrofida turadi. 100 Robuxinglar bo'lsa, sizlar o'zingizlarga aksessuar sotib olishingiz mumkin. Va yana aksessuarlar agar sizlarga bam 100 Robux bo'lmaydi, menga zo'ri kerak desanglar, eksklyuziv Roblox ofitsial 100 Robuxdan qimmatroq bo'lgan Roblox o'zi chiqargan har xil qimmatbaho aksessuarlar olishinglar bo'ladi. Ya'ni bular hammasi Roblox chiqargan ofitsialniy narsalar. Ya'ni mana bunday aksessuarlarni hammasini odamlar chiqaradi. Hammasi odam tomonidan yaratilgan. Bu yerda esa ofitsial hammasi Roblox kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Xo'sh, biz aksessuarlar, kiyimlarni gaplashib oldik. Endi biz emotsiyalarni gaplashamiz. Emotsiyalar bu Robloxda alohida narsa. Qaranglar. Emotsiyalarning ikki turi bor. Birinchisi Roblox kompaniyasi tomonidan ishlab chiqqan oddiy animatsiyalar, mana va mana. Bular hammasi oddiy, bilaman. Ammo oddiy odamlar yaratgan animatsiyalar 30 Robux atrofida bular bir narsa. Bular qanaqadir zo'r narsa. Masalan, mana. Xohlagan narsalarni topa olasizlar, mana. Mana qaranglar animatsiya, просто qarab turinglar. Nima bu? Просто zo'r animatsiyalar, mana yana. Mana. Nima ya bu? Qarang. Bular hammasi 30 Robux atrofida, bular hammasi odamlar ishlab chiqargan va 30 Robux atrofida turadi va 30 Robuxga sizlar Robloxda bitta emotsiya olishingiz mumkin xohlagan. Xohlasanglar qidiringlar, xohlasanglar mana bu rekomendatsiyadan ko'ringlar. Xo'sh, bugungi videomiz Roblox nima qancha turishi haqida bo'ldi. O'ylaymanki, sizlarga bu video qiziqarli va ko'p narsani bilib oldinglar deb o'ylayman bu video orqali. Va Robloxda donat qilish qanaqaligini bilmasanglar, mani oldingi videoyimda ko'rishingiz mumkin Robux olish turlari deb. Yaqinda Robux olish turlarini tekinga chiqishi mumkin agarda bu videoda ko'p like yig'ilsa. Chunki men sizlarning qiziqishingizni bilishim kerak. Mayli, hammaga xayr.